orfoepiya va orfografiya. Biz birinchi darsimizda o'qidik. Bo'limlar, to'g'rimi? Til bo'limlari. Orfoepiya nima edi? Orfoepiya to'g'ri talaffuz. Orfografiya To'g'ri yozish. To'g'ri yozish. Yozish qonun qoidalarini o'rganadigan tilshunoslik bo'limi bu orfografiya. Ya'ni orfoepiyada biz to'g'ri talaffuzni o'rganamiz. Masalan, talaffuzda ba'zi so'zlar borki, talaffuzi boshqa, yozilishi boshqa. Masalan, misol keltiring qani? Shanbami? Shanba o'zi Qanday yoziladi. yoziladi? Shanba yoziladi. Shanba biz o'zi shanba. Xo'p, biz talaffuzda shanba deymiz. Yozishda shanba deymiz. Demak, bizda shunday qoida bor. Ne undoshi B'ning oldidan kelsa, har doim me talaffuz qilinadi, lekin ne yoziladi. Xuddi shu qoidani esingizdan chiqarmang, yana takrorlayman. Ne undoshi B undoshining oldidan kelsa, me talaffuz qilinadi, ne yoziladi. Tushundingizmi? Orfoepiya nima ekan? Orfografiya nima ekan? Xo'p, orfoepiyada masalan, mana bu yerda to'g'ri yoziladigan so'zlarimiz xuddi mana shunday. Shanbada aytilsa, orfoepiyaga to'g'ri keladi, lekin orfografiyaga to'g'ri kelmaydi. Tushundingizmi? Xo'p, biz orfografiyada nimalarni o'rganamiz? Bosh harflar imlosi. Bosh harflar imlosi. Bosh harflar imlosining eng birinchisi so'zlar xat boshida katta harfda boshlanadi. Xat boshida. Ikkinchisi ism, familiya, otasining ismi katta harfda bosh harflarda yoziladi. Masalan, Maftuna, Jo'rayeva yoki Abbos qizi ekan. Tushundingizmi? Bosh harflari bor. Mana bular har doim katta harfda yoziladi. Bitta narsani esingizdan chiqarmang. Otasini ismi masalan Achesova deymiz. Abbos katta harf bilan yoziladi. Qizi kichik harf bilan yoziladi. Tushundingizmi? Uchinchisi, biror joyga atab qo'yilgan joy nomlari ham katta harf bilan yoziladi. Masalan, Samarqand, Boysun kabi so'zlar. Keyin jahonda tan olingan hamkorlikdagi tashkilotlar bor-ku, katta harfda yoziladi. Masalan, B, L, T. Bu qisqartmasi, lekin birlash
desak ham katta harfda yoziladi. Lekin esingizdan chiqarmang. Gap ichida keladi, masalan, prezident, vazir deb keladi-ku, o'zi alohida prezident, vazir, rais so'zlari keladi-ku. Raisi so'zlari keladi. Bular kichik bilan yoziladi. Gap ichida. Masalan, O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lib emas, prezidentimiz deb gap ichida keladi-ku. Unda kichik harf bilan yoziladi. Yoki rais, mahallamizga rais keldi deymiz-ku. Bu yerda rais kichkina harf bilan yozilar ekan. Tushundingizmi? Ularni tushundingizmi? Yana men sizga yodlanadigan joylarni beraman. Yodlab kelar ekansiz. Keyin yana bitta narsa bor. Tutuq belgisi. Tutuq belgisini biz bilamiz. Ma'no farqlash, yumshoq talaffuz qilish kabi ma'nolarni yoki paronimlarni bir-biridan ajratish kabi xususiyatlarga ega. Masalan, bitta so'z yozaman, siz to'g'rimi, to'g'rimi? She'rda tutuq belgisi biladimi? Bo'ladi. Izhor. Bu nima uchun? Yumshoq talaffuzli. S bilan yeni ajratish uchun qo'yiladi. Tushundingizmi? Mana bu agar tutuq belgisi qo'yilmaganda biz qanday o'qiymiz? Tutuq belgisi borligi uchun izhor. Davom. Ma'no so'zlar desa, yumshoq talaffuz qilish uchun o'qilar ekan. Mana bu unisini cho'zib talaffuz qilish uchun ishlatilar ekan. Endi qo'shimchalar imlosi bor ortografiyada. Asosga qo'shimchalar imlosi. Asosga qo'shimchalar imlosi. Asos. Kerak. Plus bunga qanday qo'shimcha qo'shiladi? Gap, jo'nalish kelishiga qanaqa qo'shiladi bunga? Kabi. Tushundingizmi? Kerak. Bitta qoidani yodingizdan chiqarmang. Jo'nalish kelishiga oxiri k va q harflari tugagan so'zlarga ka, qa shaklida qo'shiladi. Boshqa har doim ga shaklida qo'shiladi. Tushundingizmi? Masalan, tog' ga. Qa bo'lib qo'shilmaydi. Talaffuzda biz toqqa deymiz. Mana bu orfografiyada toqqa. Lekin ortografiyada tog'ga deb yozamiz. Tushundingizmi? Xo'p, endi q. Qishloq. Plus qa. Hozir aytdim. Jo'nalish kelishiga oxirgi harfi k va q bo'lib tugaganda so'zlarning oxirgi harfi k va q shaklida qo'shiladi. Hech qachon ga shaklida qo'shilmas ekan. Boshqa har doim ga shaklida qo'shiladi. Tushundingizmi? Ortografiyani nima ekanligini tushundingizmi? Imloni. Xo'p, keyin mana bu so'zimiz bor. Mudofaa. Bo'g'inga ajratish qoidasidan. Ajrating. Bo'g'inga ajrating. Mudofaa shaklida. Hech qachon mana bitta a alohida yozilmas ekan. Keyin sifat yozuvchilarimiz bor. Masalan, yashil qanday yoziladi? Yashil. O'rtasida chiziq. O'rtasida sifatni darajalarini belgilaydigan takror. Bular takroriy sifatlar. Ular har doim chiziqcha bo'ladi. Tushundingizmi? Lekin
dam badam chiziqcha qo'yilar ekan. So'zga bu yog'idan ga qo'shimchalari qo'shilganda ular ajratib chiziqchasiz yoziladi. Masalan, tundan tonga. Mana shu qoida esingizdan chiqmasin. Mana bu bilan sizni juda chalg'itadi. Dam badamga o'xshagan so'zlarni beradi. Keyin bunga o'xshagan so'zlarni beradi. Mana bular hech qachon qo'shib yoki chiziqcha bilan yozilmaydi. Har doim ajratib yozilar ekan. Mana bu tomondan so'z damni olsa, ikkinchi so'zimiz gani olsa, hech qachon qo'shib yoki chiziqcha bilan yozilmas ekan. Ajratib yoziladi. Keyin izofali birikmalarimiz. Nuqtai nazar. Tarjimai hol. Tushundingizmi? Mana bu hech qachon i shaklida yozilmaydi. Y yoziladi. Tushundingizmi? Nuqtai nazar ham xuddi shunday va keyingi qismi ajratib yozilar ekan. Yana men tashlaydigan ma'lumotlarda yana to'lig'i bor. Mana bular izofali birikma. Izofali birikmalar har doim y va ajratib yozilar ekan. Tushundingizmi? Ortografiyada nimalarni o'rganishimiz kerak bo'ldimi? Faqat yozlarsiz. Men sizlarga so'z beraman. Har darsimizda bitta harfni yozilishini o'rganamiz. Masalan, qanday tarzda yoziladi? Imlo lug'atidan men sizga screenshot tashlab beraman, yodlab kelasiz.